Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli tajribalar o'tkazishda davom etamiz. Fizik tajribalar. Demak, oddiy uy sharoitida puzir hosil qilish. Oddiy mana bu o'xshagan simni olib, bir-biriga o'rab, shunday qilsak bo'ladi. Mana bunday botirib. Puzirlar hosil qilsak bo'ladi. Yana hozir biz yana ham bundan ham ko'ra antiqasini nima qilamiz? Ko'rsatib beramiz. İçinde püzürgen var ekan. Bana koydum. Quruq. Mana. Ketish. Vaa! Bu hali yo'qolmadi. Yo'q bo'ldi. Quruqroq xona bilan techish kerak. Manikida teshiydi shu. Iya. Manikida teshib bo'lmaydimi? Maniki. Ana. Vaa! Ne qilsa aylanib turadi. Qo'limiz tashqariga nima qiladi? Bemalol chiqsa bo'ladi. Demek chiroyli hamda qiziqarli tajribalarni uy sharoitida nima qilsak bo'ladi? Albatta, kattalar bilan birgalikda nima qilishimiz kerak? Bajarib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hayır bolajon.